Bunaqasini birinchi marta ko'ryapman. Primoy samolyotni o'zidan treylerga yuklayapti. Menimcha bu Amazonning o'zining samolyoti bo'lsa kerak. Bunaqasini hali ko'rmagan edim. Primoy olyapti, treylerga yuklayapti. Agar qo'ysaydi ichkarisiga kiraydimi samolyotini. Prime Air deydi. Menimcha shu Amazonning o'zining samolyotiga o'xshayapti-da. Oho, bu joylarning kattaligiga qaranglar akalar. Samolyotda uchmaganimizga ancha bo'ldi. Voy. Menimcha, da, Amazonning o'zining shaxsiy samolyoti ham bor ekan, qaranglar. Ko'rinyaptimi yo'qmi bilmayman. Men bilmaydim, shu Amazonning o'zining shaxsiy samolyotlari borligini. Katta kompaniyalar bor. FedEx, UPS, o'shalarning samolyotini ko'rganman, Amazonnikini ko'rmagan edim. Amazonning o'zining mana shaxsiy samolyoti bor ekan. Menimcha bu samolyotlarda shu yuk olib, yuk tashib shunaqa dvijeniyalar qilib yursalar kerak. Shunaqa katta joy mana bu. Bitta Amazon kompaniyasi, bitta Jeff Bezos necha million kishini ish bilan ta'minlab qo'yganda akalar. Nechta trakchi ishlaydi, nechta mamlaqa box trakchi ishlaydi, nechta mamlaqa local trakchilar ishlaydi. Undan tashqari mana shu kompaniyaning ichkarisida qancha ishchilar bor. Bizadachi Gentra legenda. Nexia 2 legenda. Odamlar bu yoqda samolyotlar bilan dvijeniyalar qilib yuribdi.